va nihoyat hayotim o'z joyiga tushdi. Lekin bunday olib qarasak, hayotimda unaqa darajada ko'p narsalar o'zgargani ham yo'q. Lekin shu oz narsalar ham hayotimga, qalbimga anchagina xotirjamlik olib keldi. Men hozir birovga yoqish uchun harakat qilmay qo'ydim. Birovning fikrini o'zgartirishga ham harakat qilmay qo'ydim. Agar hozir birov oldimga kelib, qora rangni ko'rsatib, bu oq desa, u bilan hech ham tortishmayman-da, seni gaping to'g'ri deyman va yo'limda davom etaman. Hozir unaqa darajada ko'p odamlar bilan ham gaplashmay qo'ydim. Hozir oldimda faqatgina yaqinlarim, qisqa qilib aytganda, o'ziga dostoyni odamlar yig'ilgan. Menga nima keraksizlar? Sizlar menga o'sha paytda kerak edinglar. Hozir bas. Juda qiyin paytda tashlab ketishdi meni. 2013 da ular sezib qolishdi, что meni ishim sal yurishadiganga o'xshayapti. 2014 da yana ham 2015 dan beri ular boshlashdi. Menga ataga men aytaman, rебята, уже kech bo'ldi. Уже brend bo'lgan. Уже kech. Nomi chiqqan. Уже kech. Уже menda 100 dan ortiq odam ishlayapti. Meni mashinalarim уже testdan o'tdi. Hamma sertifikatlarni olib bo'ldim. Menga nima keraksizlar? Sizlar menga o'sha paytda kerak edinglar. Biz boylarga boshimizni egmadik. Kambag'allarning ustidan kulmadik. Yaxshi kunimizda faqat yaqinlarimizni chaqirdik. Подписчики ko'plar emas. Sog' bo'linglar.